Bir qatim imitish, quruq amchak selish bilan imildashlik shakllanish. Savol. Assalomu alaykum. Birinchi. Bir qatim imitgangimi imildashlik shakllanamdi? Ikkinchi. Quruq amchak salsimi imildash bo'lamdi? Agar navrisini cho'ng onasi quruq yoki sutlik amchak bilan emitsa, u navrining o'z dadasiga nikoh tushmaydiganlar, u bola dadasi bilan imildash bo'lib qolganlik sababidan u balag'imi harom bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Buvoqni imitish orqali buvoq bilan sut egisi ayol o'ttirsida ana balaliq mahramlik shakllanadi. Haq Taolo aytadi: "Sizlarni imitgan onalaringlarmi, emildashlikdan bo'lgan hamshiralaringlarmi sizlarga harom qilindi." Nisa surasi 23-oyat. Allah Taala bu oyatda emildashlikni nasab o'rnida qo'yib, emitguchi ayolni emguchi buvoqning onasi deb atadi. Bir emchakdan emgan qizlarni hamshirasi deb atadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tug'ish orqali nikohlanish harom bo'lgan kishilarni emishmi harom qilib o'tadi degan. Barliq olimlar emitguchi ayol emguchi buvoqning onasi bo'lganligiga, uni nikohiga elishi harom bo'lganligiga, uningga qarash, xoli bir yerda bo'lish va birga safar qilishi halol bo'lganligiga birdek ijmo qilgan. Lekin miros, nafiqa, diyat va guvohlik qatorliq boshqa jihatlarda ikkalan yot kishilar hisoblanadi. Yana olimlar emitguchi ayol bilan emguchi buvoqning farzandlari o'ttirida, shundaqla emguchi buvoq bilan emitguchi ayolning farzandlari o'ttirsida nikohlanish harom bo'lishini keltirib chiqardiganligiga birdek ijmo qilgan. Demak, nasab jihatdan harom bo'lganlar emildashlik jihatdan harom bo'ladi. Biroq bu turdagi mahramlik keltirib chiqaradigan ta'sir faqatla emish shartlari tepilgandala andin vujudga chiqadi. Bu shartlar ichida emish soni bo'lib, buningda olimlar o'tirsida ko'z qarash o'xshash emas. Ko'pchilik olimlarning qarashida emish oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, o'xshashla emildashlik jihatdan harom qilib etish kelib chiqadi. Ba'zi olimlar 1-2 emish emildashlik keltirmaydi. 3 dan ko'p bo'lsa emildashlik keltiradi deb qaragan. Yana ba'zi olimlar 5 qatim emish orqali andin emildashlik jihatdan harom qilib etish kelib chiqadi deb qaragan. Ko'pchilik olimlarning qarashi kuchlik. Buningga asosan 1-2 qatim sho'rab qo'yish bilan emildashlik shakllanmaydi. Emchakni tortib olmasimi bir qatim qanib to'yib emchakni qo'yib bersa emildashlik shakllanadi. Emish degan emchakni sho'rab sutini ichish demakdir. Quruq emchak selishdan emildashlik shakllanmaydi. Bir balani dadasini emitgan cho'ng onasi emitgan bo'lsa, bu bola dadasi bilan shundaqla cho'ng onasi emitgan barliq farzandlar bilan emildash qarindosh bo'lgan bo'ladi. Buningga asosan ashu ayol emitgan farzandlarning qizlari, ya'ni balaning dadasining bir tuqqanlarining qizlari u balaga xuddi dadasiga harom bo'lgandekla harom bo'ladi. Agar emildashlik bo'lmagan bo'lsa, dadasining bir tuqqanlarining qizlarini u bala nikohiga ola oladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 117-numurliq fatvo.